Assalomu alaykum. Instagram YouTube kuzatuvchilari. Ko'pchilikni qiynayotgan mashinani oldi-sotisi bo'yicha bankka to'lov. Birinchi o'rinda notariusga emas, bankka uchraysizlar ekan. Bunga ham shot raqam ochilar ekan. Oluvchining nomiga pul qo'yilar ekan. Keyin nimaga borasiz ekan? Notariusga. Notariusdan oldi-sotdi bo'lgandan keyin qaytib kelganingizdan keyin o'sha oluvchining nomidagi pul sotuvchining nomiga o'tkaziladi. Kuzatib turinglarchi, boramiz nima bo'lar ekan. Do'stlar, xudo xolasa mana notariusda biz ishimiz bitdi. Oldi-sotdi shartnomani o'sha nimani bankdagi pul ko'ringandan keyin qilar ekan. Endi mana oldi-sotdi tamom bo'ldi. Endi borib bankdagi pulni olib dalshi nomer olgani ketsak bo'ladi. Keldik, mana Xalq bankiga keldik. Allohga shukr, meni qaynlarimiz ancha yordam berdi. Keyin bunaqa muammo ham emas ekan. Birinchi eng xursand bo'ladigan tarafimiz bezovchi ekan. Shuni kelib kassaning oldiga borib, men mashinani oldi-sotisi yoki uy oldi-sotisi bo'yicha nima deydi? Nima ochlar, shot ochlarmidi? Hisob raqam ochaman desanglar, bezovchi kirar ekansizlar. Bu bitta yaxshi tomoni. Ikkinchi yaxshi tomoni, xohlagan summanglar hozir bitta ko'pchilik savol bo'lyapti, buncha balans qo'yilar ekan. Yo'q. O'zingizlarning xohlagan summanglarni o'sha odam bo'yicha kelishuv asosida qo'yasiz ekan. Undan keyin notariusdan kelganingizdan keyin bezovchi, bezmuammo shuni pulingizni qaytarib beradi. Hammaga rahmat, kattakon sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni Xalq bankimizga ham kattakon rahmat aytamiz, chunki shu keldik, hamma narsalar o'zlari tushuntirib, o'zlari ko'rsatdi. Aka, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlarimizdan yana foydalanishingizni kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Do'stlar, tuzukmisizlar, salomatmisizlar? 1-apreldan mashina oldi-sotisi yoki uy oldi-sotisi bo'yicha muammolar bo'layotdi-ku. Har xil savollar bo'layotdi. Через bank orqali bo'lib qolganda to'lovlar. Hozir bundan oldingi videoda ko'rganingizdek, bankka 10 million qo'ydik biz. Endi xohlagan summangizni mana ikkalamiz oldi-sotdi qildik mashinani. Men sotdim, bu yoq oldi. Xohlagan summani kelishuv asosida qo'ydik. U pulingizga hech qachon ziyon tegmas ekan. Na qo'yayotganingizda foiz olib qolar ekan, na yechayotganingizda foiz olib qolar ekan. Biz 10 million qo'ydik, 10 million qaytarib oldik. Lekin bankning xizmati, o'sha paytdagi xizmati 103 ming so'm bo'lar ekan. Qancha summa qo'yishingizdan qat'iy nazar. Xo'p, bundan buyog'i notariusga mashinani oldi-sotisi bo'yicha hozir hammada savol bo'ladi. Necha pul ketar ekan o'tkazsam degan savolga men Alisher akam bilan notariusga 1 million 524 ming to'ladik. 1 million 524 ming so'm notariusga to'ladik. 103 ming so'm bankka to'ladik pul qo'yganimiz uchun. Undan keyin nomer olish, ariza topshirish, texpasportni uchetga qo'yish shunaqa xizmatlar bo'yicha unga necha pul ketdi? 5 million 678 ming ketdi. 5 million 700 ming guruh 5 hisoblangan. million 700 ming so'm ketdi. 5 million 700 ming so'm bo'lsa, общий pul ketadigan bo'lsa, 7 million 327 ming so'm banknikiyu, notariusnikiyu